kaçınlar tez! Ço! Tez bulunlar! Ul geldi! Ço! Ço! Tez kaçınlar! Ço! G'arbiy Janub yo'lini diqqat qilaylik. Ço! Tez kaçınlar! Tez bulunlar tez! Ço! Tez kaçınlar! Qutuldiringlar! U kema mush qirg'iqda hodisaga uchragan. Ço! Qutuldiringlar! Ço! O geldi tez kaçınlar! Tez bulunlar! Qarğına, mən iş bir alaməti kömdüm. Menimcha tunugin oqshom u kema mushu atrofda hodisaga uchragan. Kemi yağaçlarının parçası mı görünmeydi? G'alati ish bu. Olvas deb qochdimi? Akşam ay çıkmadı, belki hata görüp kalgan buluşunuz mümkün. Hergiz xato ko'rib qolganim yo'q. Bırak Dobat hiç nemini kömepti. Şundak mı Dobat? Hı? Kömügellik undaq iş yo'q deganlik emas. Ondak sizin tecrübeniz boyunca. Sen de bak gerçi mende yaş bozumu ama onun deniz qatnaş tecrübesi mi? O 12 yaşta deniz yürüyüşünü başlap 15 yaşında kapitan bolgan. Eğer o köydüm degen bolsa onun hata buluşu mümkün emas. Kelinglar izlep bakaydı. Hay, derim o. Orası cahilken. Seni bak, bu yak gel. Ha? Nima u? Tanışmamız gerek. Ha. Biroq rangi degandek o'xshamaydi ekan. O yoga birden son parçası gel. Nakış dostları tenha emas. Kim yog'ochlarining sunuqlari? Şundak. Bu mümkün emez. Herkes mümkün emez. Karanglar, bu otun yağışta hem yak çiğçilip ketipti. Çokum kırgakka ürülüp çıkıp kalgan deniz ahlatları buluşu mümkün. İne! Eğer hatalaşmasam bu yelken partisi bo'lsa kerak. Bundaq yelkan parchasini zodli ko'mabdi ekanman. Yelkanning bundaq tutilib ketishi mumkin emas. Bu yağaçlar dastilib sundirilgan. Bu belgiga qara. Bir anasining belgisi bo'lsa kerak. Bu podshoh o'lmaning shaxsiy belgisi. Acaba uning kemisi ag'dirilib ketganmidi? Menimce bu kemi kar kuyruğu uçuraptı. Bu yağış başlarından karganda. Bu kemi küküm talkan bop ketken okşaydı. Şundak mı seni bat? Acettinlerlik işte bu. Yermot bir nesli köygen okşaydı. Oltin kumush o'xshaydi. Bu natayin. Nadimi undaq beparvo qaroqchi bo'lsin? Sen de bat, karang. Onu ben tılsay. Ben görüp bakay. Oh. Dobulgu işini kısmaptı. Çok çatak yok. Elili yakış bop kaladı. Dobulgusu izlip ketipti. Onu qutuldirib og'il bo'laman. Menimcha bo'lmag'idek. Onu kim shundoq qilgandi? O'ylashga jur'at qilolmayman.
Elvida Batur. Tanrım ruhingni aman esan qilg'ay. Sen bizni nega başlasan mayli? Biz hamon sana aytishimiz. Biz jazman podshoh olmani tepishimiz kerak. O'z vaqtida men uning davlatiga ko'p avarsaq keltirgan. Shunga yaxshi ish qilib gunohimni juyman. Albatta, bundoq zo'r balo qazoq uchirganda kim o'limdan qochib qutulaydi? Ölmeydiganlar bo'lishi mumkin. Bu yog'och parchalari qaraganda hayot qolganlar bo'lishi mumkin. Sendibat, bu nima deganingiz? Demoqchimanki, kemining qolgan qismi so'rab ib ketilgan. Qaranglar. Qiziqarli yakun, aql yetmaydigan reallik. Deganlaringiz o'rinliq. Bundaq yo'g'on kemini pul so'rab olmasa, boshqa qanday narsa so'rayalaydi? Yo'q. U pildimi yo'g'on narsa bo'lishi kerak. Kimini odamlar bilan qo'shib so'rab mangan bo'lsa, bu nima degan dahshat. Olmaning sulton shah bo'lishida sabab bor. U qaddi qomatli, ko'ngil ko'kskan. U jazman hayot qoldi. Men uning do'sti bo'lganligim uchun uni tepib, davlatiga olib qo'yish mas'uliyatim bor. Agar u o'lgan bo'lsa-chi, Undaqda uni yerligi obdan qo'yib, motam qayg'umizni ifodalaymiz. To'g'ri aytding Sendibat. Ronga kemidagi o'qyani ib kel. Qo'limizga qurol sayman kamlik qiladi. To'g'ri. Tez bo'l, Ronga. Menikini mağaş gel. Bir hafta yakın işletmeyi. Al kaldırıp kıçışıp kaldı. Mayfel, Dermotni obdan panjilab qo'ying. Bu atrof baxatarlik. Uni yirtqichlar yeb ketmasa yana. Qo'rqma amrig'im. Biz qaytib kelgandan keyin erkinlik chiqsin. Cezmen Boran kumurvetti. Bomuz kiyim kandaklaç kırgak çıkıp kalıdı. tez yer qandoq keladi demabsan. Şu emasmi? Çokum, kar quyun yoki kar boran. Bundoq ovozni zodil anglab boqmoqdi ekanman. Qaraganda Azroil chaqirayotganda qiladi. Xudoyim bandani omon saqlag'aysan. Rudga! Tez! Tez bulunlar! Bu saslık gel! Bizning yurtda buni patqoqliqdaydi. O ne? Layıkendek de mataydı. Kançıki tirkişsen, şu şonkur batsan. Midirlama Ronga. Kumluklu su bassa, muşundak patkaklık asıl boladı. Bu yay düşken her kandak nesi çöküp gidiyordu. Kançıki midirli sürü, şunçu tez çöküdü. Qalayimqan harakat qilma Ronga. Naziriye cehdin ağında ronga sekriyeligen bolsa çöküp ketmeydi. Aman kılattı. Ronga, qimirlama. Men belbag'imni sunib bergandan keyin uni chin tutib, so'z uzgandek harakat qil. Nafas chiqama. Badningni to'g'risiga sunib, laylab kuchingni oshir. Kel. Tuta. Bo'ldi. Tayyorlan Ronga. Bu chaqchaq emas. Katta oldu. Sinbat, buna. Qanday qarab. Dünyada adem kılamaydıgan iş yok degenge hakikaten rasken. Şundak mı dobat? Boros, mayli qaysi jihatdan bo'lsin, men sen qoyil. Rahmet sana. Menimcha biz buning bilan 5 minut vaqt tutdik. Dermot! Sen qayerda?
Onundan endiş qilma. Uning ziyon zahmat yetmaydi. u o'z ol Qanday yaxshi bo'ldi? Nima yo'l deyapti? Qaraganda kemining g'oyib bo'lishidagi sir ichilganda qiladi. kemi qandoqla qirg'oq chiqib qolgandi. Kemidagi hamma odam saqqosiga iloyim. Ularni ketgan-di. Buning natijasi hali ma'lum bo'ladi. Bak yo'g'onka. Rostli yo'g'onka. Shundoq. Alvasni taqib turib qandaqkan? Uni aniq ko'ramidik. Ko'rishga ulguramidik. Tuyuqsiz kelib qoldi. Sizlar shu chaqni nima qilyotdinglar? Manevr qilyotdik. Biror bir erkin ishlayotdik. Undaqda olmaqini. Alvas tutib ketdi. Alvas uni ep ketganda bechora bek vaqirab ketdi. Alvasni uni nagib ketdi. O yoqqa ketdi. Aniq o'rnini biz bilmaymiz. U yana aniq ko'rilib bo'lmadi. Shu choq sizlar manevr o'tkazayotdinglarmi? Shundoq, to'g'ri. Menimcha, Dubat. odamlar qochib ketibdi. Sen dubat. Lashkarlari podshohining o'liktirigi bilan kor bo'lmay qochgan gap. To'q yuraklar. Tüy. Biz podshohimizni cho'qim qaytirib kelamiz. Shundoq. Biz aloqatingizga kelishga rozi. Hargiz kelimiz kelmaymiz. Endi xizmat ko'rsatib buni ayollanjinglar. To'xtash. Men sizlarga yangi bir harbiy mahorat o'rgatay. Men bilmayman. Chapsam bo'linglar. Faqat bo'linglar. Bu yerda mo loyixandek bor ekan. O bizning kemimizdami yo'q ekan? Ammo bu alvasda emas. bu qandoq gap? Bu hayvonga sirli qo'ng'iroq asqan, ham kemini cho'ktirib o'tgan hilqi maxluq alvasti shu. Biz bu yerdan ketaylik. Tez bo'linglar. Bu qitim harbiy manevr. Yaxshi bo'lgandi. Seni bak biz onunla tez yuguryamaymiz. Agar u bizga yetishib olsa, bizni dastlab qiymichayim qiladi. Bu atrofning hammasi loyixandek. Birdan bir chiqish yo'li mushu. Qanday qilsak bo'ladi? Bu maxluqni amal qilib, loyixandek cho'ktirayotgan bo'lsak, o'choqni qutlatdik. O bizda chaylab tasib o'tishdan ilgari o'shar bo'g'inimiz tuzdik. Men sehrim bilan uning putini uzib tashlayman. Yo'q, bu bexatarlik. Uni tishiga tegib qo'ysak, hammamiz tugishimiz. Arqon bilan bog'lab o'taylik. Undoq yo'g'on maxluqni qandoq bog'lig'ini bo'ladi? Dermot! To'g'ri, Xudoy. Yana bir qitimcha. Dirmat! Chiqmang! Takas bo'ling! Yaraysiz! Men seni bek ansirgandim. Men sizdan bek endish qildim. Mayfer. U doim shundoq botir. Kim uni botir emas deydi? Qani kela. Bu mal'un lashkarlarimni qaytirib-pa. Qani kelmamsan? Bu to'g'jirak. Olma ekan. Uning oyatligini men bilyapti. Bu oyoq tikan ovoz chiqarib qarab boqaylik. Xavf xatarga hushyor bo'linglar. Bizda qo'ral bo'lmasa, quruq qo'l qila olmaymiz. Shu emasmi?
Çapsan adamlarını kaytırıp be! Olma! Sindibat! Alileri! Biz geldik! Biz sizni kutuldirg'ili geldik alileri! Xotirjam bo'ling! Ya reisler batırlarım! Biz sizni tushirayli! Erkekten tız bozsun Sindibat! U alvasti hileli kep kalıdı! Boshqalarchi? Hazır menli kaldım. U malon adam bir şey ediken. Siz bir yerden kitanla. Qo'rqmang, podsho oliylari. Men hozirla chiqib sizni qutuldiraman. Endi vaqt qolmadi. Siz kitanla. Siz kitanla deyman. Uning gapini angla Sindibat. Agar chiqsang tushunmaysan. O'qyan aka runga! Chaqan bo'l, Runga! Av cho'ngshaqni challab at. Qaramtini ko'rsat. Gap senda qoldi. yaxshi. Yaqinlab qoldi. Olma, tez bo'ling. Tez. U geldi. Tez yoshirin ular. Beklangrab ketmayli. U balkim odatiy odamga o'xshash bo'lishi mumkin. G'alit kasal tufaylidan hozir holatga o'zgarib qolgan o'xshaydi. Gigat odam kesiladigan bir kasal bor, uning mutlaq bo'lgan bek yo'qlab ketadi. Bu yerda 3-4 metrga yetadi. O'lganlarning tendiki barmoq izi otning kallisidek cho'q. U futqol yo'g'nash kesiladigan yana bir xil kasal. U kasal tegsa, odamning futqollari bek yo'qlab ketadi. Qarmoqqa odamga o'xshaydi ekan. Yaxshi odamga o'xshamaydi ekan. Digina, uni nima deb atash kerak? Alvasti. Odam yeydigan alvasti. Biz bir yerden tez ketaylik. Qancha tez ketsak shuncha yaxshi. Mening fikrim yo'q edi. Sindibat, ben sen bilen mansam bo'lmaydi. Bu yerda yana nurg'un puhralarim bor. Alvasti kelib ularni kentga qamab oldi. Men ularni tashlab ketsam bo'lmaydi. Olma. Buni bizning amalimiz yo'q. Yamenikasi jinimizdan ayrilib qolamiz. Biz puhralar bilan birlashib jang qilamiz. Birlikda amal qilib, g'alaba qilguncha urushimiz. Yana sehrlarimizni ish qilamiz. Ama ben bunu talep qilmadim. Shundoq. Bu bizning ixtiyorimiz. Ko'pchilik tang'atlayli. Shundoq tang'atlayli. Amsa gapimiz gap. Qani mangayli. Odamga ne jinga o'xshamaydi ekan degan so'z jo'jak ta qoldi. Anglsak uni Ambriya dövletidan kepti deydi. Bundaq yer ismini anglamabdi ekanman. Bu joy anglashimcha yer sharining o'chida ekan. Bu yer qish tashlab kelganda etezdagi ziraatlarni yegan. Ziraatlar yeb tugagandan keyin Odamlarni yeyishga boshlagan.
Shundaqmi? Dastlabda bu gapni oshiribdi deb o'yladim. Ammo keyin men uning bilan samimiy holda yuzma-yuz so'zlashib boqay deb. Dengiz yoqasidagi yilqi sandiqdagi oltin kumush. U degan dastlabki ko'rish so'g'isi qiymatiga qirg'oq kemasdan asirga tushib qoldik. Keyinchi. Keyin 100 dan ortiq lashkar olvastiga yem bo'ldi. Pek ichinishli xo'pdi, olma. Alvasti qoida bilamdi. Uning asli tabiati odamlarni qirg'in qilish. Yaxshisi, qarong'i tushishdan burun bog'imiz tuzuk. Bo'lmasa qorong'i tushgandan keyin odamlar bola qazoq uchraydi. Alvas geldi! Alvas geldi! Alvas geldi! Qiyam bo'lganligini ko'rmadingmi? Qandaq bo'lsa mayli, jazman qaytayli. Sultan Shah kelganligini qarab boqaylik. Sultan Shah uni yo'qtiman deydi, ammo puhralar ulvassa, uning qilchkori bo'lmasa, u puhralar ko'ngil bermaydi. Xotinini o'qib manfaatini o'ylaydi. Kallang'i zebo! Podshohliklari, men gunohkor, azroq tilimni chaynab hisobdaman. Tushundim. Bu ishga men o'kinaman. Mening lashkarlarimning hammasi qirilib tugidi. Buni mo'shalarla qoldi. Ular Sindbadni tepib ketdi. Men seni bu yerda qol demayman. Ammo uy makonimizni qo'g'dash uchun birlikda jang qilishimiz kerak. Birlikda adolat uchun jon pido qilishimiz kerak. To'g'ri. Biz u yurtdoshdek birlashishimiz kerak. Alvasning yana tajovuz qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. To'g'ri. Agar vaqt bo'lsa, evatlik yo'g'on o'qyadan bir yasa deyman. Uning o'tkir tig'liq o'qni sep atsak, alvasini o'ltiralik. Unda tez yasa. Yaxshi bo'ldi. Esinglarda bo'lsinki, qancha cho'ng bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha o'tkir bo'lsa shuncha yaxshi. Kentdagi yurtdoshlar sizlarga yordamlashadi. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Alvasning qo'sig'i to'yib, beharama uxlayotdi. Endi bir 2 kundan keyin keldi. Bors. Vaqtni ching tutish kerak. Bana bir qancha taxta qog'oz bilan qalam kerak. O'qyani xaridsin sizmi? Mana kelay. Yana to'r yasaymiz. Qancha ching bo'lsa shuncha yaxshi. Men hozirli baliqchilarni harakatlantirib, to'r to'qishga kirishiman. Yaxshi. Boris, sana nima lozim? Yog'och, nayt nurg'un yog'och lazım. Unda biz shu bo'yicha tayyorlik ko'raylik. Xo'p, Ha, podshohliklari. Mayfer. Foydali yer shaklini tanlab kuzat qilaylik. Dermot havodan kuzatsin. Vazifani o'rindashga kafolatlik qilamiz, a? Kuzatdan chatoq chiqsa bo'lmaydi. Cho'qim har qanday tasodifiy hodisaning oldini olish kerak. G'alaba qilish kerakki, mag'lub bo'lishga bo'lmaydi. Boshqalarmi bormi? Kent boshlig'i Harun balchaqsini elib taq chiqib ketdi. Uni alvastiga uchrab qolmiskanda endi ish qilyapman. Kent boshlig'i Harun. Bir o'g'li bor, shumi? Shu kichik vaqtida tugab ketgan. To'g'ri. Bilaman. Bir qitimliq portlashda qazo topgan. Sindbad. Sindbad uni taniydi ekanda. Arın bo'lganligi uchun Sindbad matros bo'ladi deng. Shundaqmi? Biroq Sindbad hech bir xo'shal emas-ku. Sindbadning matros bo'lishi o'z ixtiyor emas. Majburiy bo'lgan. Sizlar ishni boshlayveringlar. Men endi qaytib kelaman.
Men bugün oynamayman. Dobat meni saqlayatıdı. Biz ikkimiz berip xo'jayin uchun ishlaymiz. Agar siz meni olaman desangiz, meni qilganda paranglashishimiz kerak. To'y marosimida qandoq bo'ladi? Barliq aqsinaklarga choy berildi. Men malika bo'laman, siz shahzoda bo'lasiz. Rasma? Albatta. Omajon menga fol kelib, sizning kelgusida nom chiqardi deydi. Non chiqardi ekan? Kichkina seni batongda ham chiqardi ekan? Bu uxlamay tush ko'rish emasmi? Sening qaring bo'lmasin, Harun. Akang do'bat qisilish turganda, sen hech nimaga arzimaysan. Haramzada, bugun u senga yordam qilolmaydigan bo'ldi. U shaharga kirib ketdi. Kela shahzoda, malika uchun jang qilmabsan. Nimada qo'rqsan? Kelmabsan shahzoda? Liliya tez qichaq. Hey, to'xta! 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 Ne kaçalaysan? Liliya! Yo'q! Liliya! Siz qayerda? Liliya! Siz o'lmang! Liliya! Men suv uzishni bilmayman. Men suv uzamayman. Ko'nglingni buzma ini. Bu ishni sen ayib emas. Harun qichib ketdi. Men bek ichinyapman do'bat. Men uni qutqizammidim. Men bekmi yaratganman. U mening yormasligimdan o'lib ketdi. Qat to'xtab tur. Sen bak. Yani Leyli'ye nasıl kaldı? Yana Harun'u bor. Ben sana yüz gelemeymen deb o'ylayman. Bu işte men ayıplik. Do'bat. Sen mening akamla emas. Yana dadam. Hem ustozim. Shundaqla mening muhabbatchim. Va qadinas do'stim. Sen barliq kuch-quvvatingni va Ben de otsa. bir tiningni ikkiga bo'lamaysan-da. Keyinchi yomon emas bo'ldi. Liliya mening tunji muhabbatim. Sen bak. Endi sen qanday qilmoqchi? Alvastini o'ltirib, fuqarolarni qutqizgandan keyin men u ablahni tepib intiqom olaman. Tez bo'linglar. Kent sirtiga bir tam so'qib, alvastini kentga kirgizmaslik kerak. Hah. Tushundinglarmi? Men nima qilishim kerak? Endi yaxshi bo'ldi, xaloyiq. Yaxshi. Nadikini? Yaxyani qildigan nurg'un ishlar bor. Qarag'anda bu ishlarni tugatamadigan o'xshaymiz. Yaraysa Dermot.
Jangga tayyorlaninglar. Qani kela. Kela. Din sifat olvasdi. Bergella. İtala. Torni chin bağlanglar. Tez. Tez bo'linglar. Derhal chekininglar. Chekininglar. Uni iskanchi kelinglar. Boris! Elimden hal çekileydi. Bo'lmaydi. Elim pekas bol. Qani, kela. Men bilaman. Kela. Sindbad qaytib kel. Tek tugimiga ishlama. Shu botirlig'inglar uchun sizlarni tortiqlayman. Uni mushiga ekilay. Kemimse daraza. Mana bu senin halaketin. Alvastını yo'qotdik. Sindbad. Tugatmagan yana bir ish qoldi Do'bat. Kentdesi Harun. Bu yoqqa chiq. Meni izlaydigan bir ishing bormi? Quruq parang siladigan vaqtimiz yo'q, Harun. Darhol mangayli. Olvasti hozirlik kelib qoladi. Men sana aytdim-ku, bundaq yerga kelmayli desam, zotila anglamadim. Anladım. Hazırlamağımız. Sen kim bulasan? Ben de bir işin var mı? Sultan meni sana alvasti o'lib balo qazo tugaganligini aytib qo'yishga avatdi.
Endi uyinglarga qaytsanglar bo'ladi. Men bo'ldi Dobat. Vaqtni chang tutib mangmaymizmi? İntiqamını aldın mı sen Dobat? Aldım Dobat. U ablah burunli o'libdi. Bu qitim men uning motam tutqil keldim. Bu menga yo'limga hargiz pushaymon qilmayman. Har ishning sababi bo'ladi-da. Ha? Ko'pchilik, yana nemaga qarab turibsizlar? Yelkanni chiqaringlar. Safarga otlanaylik.